Xo'p, bugungi beradigan ma'lumotlarim yengil darajadagi mastopatiyalarni qanday qilib davolanadi. Ya'ni bu mastopatiyalar mana shu hayzdan oldin og'riq paydo bo'lishi va hayz bo'lgandan keyin og'riqlarni o'tib ketishi. Bu davrda ko'proq bemorlar, ayollarimiz ko'proq ovqat ratsioniga e'tibor qilishlari va kunlik suv miqdoriga e'tibor berishlarini so'rayman. Ya'ni kunlik 2-2,5 litrgacha suvni qabul qilishlari va ovqat ratsionida ko'proq o'sha karam mahsulotlarni bo'lishi. Ya'ni o'sha karamlardan ham brokkoli karami bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi va avokado mevalarini qabul qilish kuniga bitta. Va shu bilan uyquni to'g'irlash va oddiygina shu aptekada sotadigan komfortniy maslani olib, ko'krak va qo'ltiq osti sohasini yaxshilab shalabbo qilib 15 kun davomida 2 mahaldan surish bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shu muolajani 2 oy davomida qilinsa, shu payt og'riqlar o'tib yengillashsa, demak siz mastopatiyada ijobiy natija olgan bo'lasiz. Agarda bu davrda ham o'tib ketmasa, unda albatta mutaxassis ko'rig'iga borish shart va zarur hisoblanadi.